Xotin, nimang turdimi? Nima? Ha, nimang borki, shu turdimi deyapman. Nima tushuntirib gapiring, nimani ma'lamasdan? Bu yerda yotibdi-ku nimang. Ana shu turdimi deyapman, ana. O'g'limmi? Ha, ana shu turdimi deyapman. Siz hayli uyda yotibdi. Bo'ldi, bor, chaqirib chiq. Hamshanga borish kerak. Assalomu alaykum, keling, yaxshimisiz? Nimangiz yaxshimi? Tushunmadim. Nima meni ishing o sani? Menga qarang, eringiz yaxshimi deb so'rayaptilar, ibi. Shuni to'rasa bo'ladi-ku. Kim? Nimaga kelanding, Ismat? Shu o'g'lim nimanga ko'rib qolibdi. Bir kayf kelgan. Bir bersang shu nimang o'ynasa. Ana. Nimaga kayf ketdi? Ha? Ayt. Ana, targ'iz topdingiz. Ha, shu ana shu futbol o'ynamoqchi bachalar bilan. Shunday demaysanmi? Hay, olaversin, o'ynasin. Men to'g'ri gapirsang bo'ladi shuni, Ismat. Endi siz amakini to'g'ri tushunmang. Bilasizki, dadam so'z boyligi kam. Shunga nima deyaveradilar-da. Ha. Yusuf kapak. Ana, hozir xotining ko'rdim, nimasi yomon gap degani? Tushunmadim. Nima deysan sen, Ismat? Sen og'zingga qarab gapir. Menga qarang, darrov xotiningiz dadam murdi, qo'li katta ekan debdilar. Ha, shuni to'g'ri aytsang bo'lmaymi? Mayli, sog' bo'ling, davay. Nima? Xotining ayt. Nimasini yopib qo'ysin. Uydan qaytan hammasi qarab o'tyapti. Nimani? Ayt. Darvozangizni aytibdilar. Ha. Ha. Yaxshi. Sog' bo'linglar. Shu Ismatni bir kun bittasi tilini qoparib oladi-da. O'zbekiston bilan Ozarbayjon chegarasiga samolyot quladi. Tirik qolganlar qaysi tomonga ko'mamiz? Tirik qolmaydi hozir. Tirik qolganlar qaysi tomonga ko'mamiz? Ozarbayjon bilan chegaradashmasku, O'zbekiston. Xo'sh. Tirik qolganlar qayerga ko'mamiz? O'zbekistonga. Bolalik zo'rlardi sovuq suv Noto'g'ri. qochardim jahl qilsam hamma kulardi